mani o'zimga yarasha prinsiplarim borda, rivojlanish bor joyda albatta hate bo'ladi degan. Shuning uchun menga negativ kommentariya yuzida men umuman e'tibor bermayman. Naborot meni atrofimdagi odamlar, meni kuzatuvchilarim yoki oila a'zolarim senga unaqa deb yozishibdi, unaqa deb yozishibdi. Ot aytaman, sizlar meni bilasizlar, sizlar meni ko'rasizlar, sizlar meni qanaqa pul topibman, nimalar qilyapman, qanaqa yashab yuribman, nima qilib nima qilmayapman, qanday yotib qanday turibman. Da endi sizlar meni ko'rib yuribsizlar, o'sha uchun bunaqa narsani sizlar ko'ngillaringizga olmanglar. Meni bilmaydigan, meni haqimda umuman ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar o'zi shunaqa kommentariya yozadi, o'zi gapiradi, o'zi chekaga o'chadi. I tak daley. Mevali daraxtga doimo tosh otishgan, bundan keyin ham xuddi ana shunday bo'ladi. Menga negativ yozadigan odamlar hayotda hech narsaga erishmagan, bekormonda, qo'rqoq, bir umr birovni qo'liga qarab yashaydigan, pul bersa nima bir nima olib yeydi, bermasa o'ladi, shunaqa odamlarda nima deydi, ongi past, вообще bir nima hayotda hech nimaga erishmagan ana shunaqa odamlar menga negativ yozishadi, chunki ular menday bo'lishga duhi yetmaydi. Menday bo'lishga ularni qurbi ham yetmaydi. Keyin o'zlarini ana shunaqa negativ gaplari bilan tipa ozgina bo'lsa ham asabiylashgan miyalarini tinchlantirmoqchi bo'ladilar, yo bo'lmasam nima deydi, uni qo'llaridan bitta ana shu qilib gapirishdan boshqa hech balo kelmagandan keyin shunaqa narsalar bilan o'zlarini ozgina bo'lsa ham o'tmoqchi bo'ladilar. Itak daley boshqa bittalari esa yozishga ham duxlari yetmagandan keyin o'sha narsalarni o'qib, ha bunga bunaqa yozibdilar, hay o'zi shunaqa edi, battar bo'lsin deb o'tiradiganlar bo'ladi. Lekin haqiqiy hayotda o'zini maqsadi bor insonlar, o'zini ishi bilan zaynat insonlar, unaqa odamlar meni atrofimda juda ham ko'p. Даже oxirgi qo'ygan videoyimni ko'rdingmi desam, yo'q ulgurmadim, ish bilan zaynat bo'ldim, hozir kirib ko'raman deydigan odamlar borda. Ular haqiqiy nima deydi, uni o'zini maqsadiga ega, moliyaviy jihatdan to'kin, sochin, o'zini ishi bor, uyi bor, mashinasi bor odamlar, haqiqiy odamlar ana shunaqa bo'ladi. Shaxsan men o'zim ham biror kimning kommentariyasini o'qimayman. Qiziq ham emas, negativ yozishku nifiga себе umuman hayolimga kelmaydi. Chunki biz ana shunaqa ongli, aqlli, shunaqa ongi past, pog'onasi past insonlardan bir pog'ona, ikki pog'ona yuqoriroq insonlar biz. Shuning uchun shunaqa yashaymiz. O'sha uchun xavotirlikka qilmanglar, men ham shunaqa. Kechagi qo'ygan videoyimga ko'pchilik g'alati kommentariyalar yozibdi. Ya'ni mana bu videomga molga o'xshab yeysan, unaqa qilib yeysan, bunaqa qilib yeysan. Men bunaqa kommentariyalarni deyarli umuman o'qimayman, lekin bitta podpисчигim siz kommentariyalarni o'qiysizmi? Sizga nisbatan men bunaqangi yomon fikrlarni yozishyapti degani uchungina kirib ko'rdim. Atak men umuman kirmayman ham, ko'rmayman ham. Yana bitta narsani aytmoqchimanki, dunyo taniydigan mashhur yulduzlar Michael Jackson bo'lishi mumkin, yoki prezident Donald Trump bo'lishi mumkin, Putin bo'lishi mumkin, hattoki aytish mumkin bo'lmasa ham aytaman, o'zimizni hozirgi prezidentimiz bilan oldingi prezidentimizni ham orqasidan yomonlab, ularni bir-biri bilan solishtirishadi. Bunaqangi raqobat har qanday tarmoqda bor. Shuning uchun men bunaqa narsalarni siqilib, o'ylab, nimadirlar qilib yurgim kelmayapti. Chunki men nimagadir muhtoj bo'lganimda, ular ketirib menga bir so'm pul bermaydi. Shuning uchun sizlar ham xavotirlikka qilmanglar.